Playofflar qurboni yoxud omadsiz Yaponiya. Nega unday deyapman? Videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz. 2018-yilgi Jahon chempionati Yaponiya o'z guruhida Kolumbiya, Polsha hamda Senegal bilan o'ynayapti va mana shunday qiyin guruhda ikkinchi o'rinni egallab, keyingi bosqichga chiqyapti. Belgiya raqib bo'ldi. Prime Belgiya, Lukaku, De Bruyne, Courtois va mana shu Belgiyaga qarshi o'yinda birinchi bo'lib gol urdi. Hattoki 2-0 hisobda yutayotgandi, lekin yakunda 3-2 hisobdagi comeback qurboni bo'ldi. Mayli. 2022-yilgi Jahon chempionati o'z guruhida Germaniya, Ispaniya va Kosta-Rika bilan to'qnash kelyapti. Mana shunday qiyin guruhdan 6 ochko bilan birinchi o'rinni egallab, play-offga yo'l oldi. Raqib Xorvatiya. Birinchi bo'lib Yaponiya hisobni ochdi, lekin yakunda penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Bu ham mayli. 2026-yilgi Jahon chempionati o'z guruhida Niderlandlar, Tunis hamda Shvetsiya bilan o'ynayapti va 5 ochko bilan play-offga chiqmoqda. Va birdaniga raqib Braziliya. Braziliya bilan o'ynagani ham mayli. Birinchi bo'lib hisobni ochsa, oldinda boryapti. Hisob tenglashdi, lekin 90+5-daqiqada o'tkazib yuborilgan gol evaziga yana yutqazyapti va musobaqani tark etyapti. Jahon chempionatlarida munosib ishtirok etib yutqazsa-da, martlarcha maydonni tark etadigan Yaponiya mana shu tarzda qilichsiz so'yilyapti play-offlarda. Videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying.